Konteynerda profili, agarda naves qiladigan bo'lsangiz, yog'ochga nisbatan ancha yil, uzoq muddat xizmat qiladi. Chirimaydi, xudo xolasa, ko'p yil xizmat qiladi. Ham baquvvat chiqadi. Ko'rib turibsizlar, ishlab chiqaruvchi akalarimizdan 5 ga 4 konteynerda profili bittasidan ular ko'rsatib qo'yasiz. Eng arzon joydan. Manzil Farg'ona viloyati, Bo'yda tumani, Kamintern qishlog'ining shuni yonginasidan bo'lyapti. Akalarimiz o'zlari ishlab chiqaradi. Xolasangiz profilni sotib olishingiz mumkin. Xolasangiz chiroyli qilib naveslarni ham qilib berishaveradi. Kimga kerak bo'lsa, biz narxni yoritib berishni boshladik. Qadrdonlar, yana bitta foydali tomoni bu narsani, masalan, yangi temirga nisbatan kraska qilishni keragi yo'q. O'zini o'sha zavodskoy kraskasi bilan ichi ham, tashi ham kraska bo'ladi. Hozir ustakamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Assalom, tuzimsiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Sizlarda sovqatmaydimi? Ha, sizlarda kechashdi kelgop. Gap yo'q, zo'r. Stanok uzun ekan-a sizlarda? Stanok uzun ekan, ha? Zavodskoy. Shuni hisobiga qirlari chotki bo'lib. Ha, qirlari chirelishyapti xolos aka. Tushunarli. Listni olib kelib, mana bu yerda ko'rsatib qo'ygan ish jarayoni. Bo'ldi aka. Qadrdonlar, mana listni mashinada olib kelishadi ekan akalarimiz. Shunday mana qaychi deyiladimi? Ha, bu qaychi deyiladi aka. Qaychiga shunday tiqiladi, ag'dan o'sha lapsha bo'lib chiqadi. Shundaymi? Ha, ehtiyot bo'lasiz. Ehtiyot bo'lamiz. Aka, list mashinaga tushadi. Aha. Ha, mashinaga tushadi. Mehnat kuchi bilan tepaga olinadi. Bitta mana qaychini lenta, mana lenta bo'lib chiqadi. Qani? Ha, buni o'sha palosa qilib beradi. Palosa bo'lib chiqadi. Palosa bo'lib chiqqandan keyin yana qo'l mehnati bilan baqa solinadi. Aha. O'shandan keyin aka 5 ga 4 profillar paydo bo'ladi. Aha. Keyin like, podpiska bosib qo'yishni esdan chiqmasin deb aytdim. Mana bitta svarkalanadi. Har o'sha 20 sm. Har 20 sm aka xuddi mana shunga qisilib, har 20 sm svarkasi bo'ladi aka buni. Burchaklari, nimalari toshni chiqadi. Albatta, burchaklari, qirlari ham o'z-o'ziga keladi aka. Keyin endi buni nima usni aytasiz, narxni aytaman-da. Yo'q, birinchi necha metrgacha naves qilsa bo'ladi? Bundan aka 15 metrgacha naves qilsa bo'laveradi aka. Shifer profinasi Shifer profinasi bo'laveradi. Faqat lom bosmasi bo'laveradi. 10 metr, 12 metr qiladigan bo'lsa, pena lom bosib qilaman desa, unda ham bo'laveradi. Unda ham bo'laveradi. Undan behijolat bo'laveradi aka. Xolasan profilda sotib olsin, xolasin sizlarga albatta aka, profilda ham sotaveramiz, navesni ham qilib beraveramiz. Sizlarda vibr juda ham ko'p. Ko'p aka. O'sha uzunligi 10 metrdan boshlanib 32 metrgacha bez ustun turadigan firmalar to'qib berilaveradi. Shunaqa. Materiallari o'sha konteynerda o'sha 3lik, 4lik materiallardan bo'ladi. Laga, 6 hammasidan qilib berishadi. Gap yo'q. Bunimiz uzunligi necha metr bo'ladi? Aka, buni uzunligi 2.30 ligi bor, 2.60 ligi bor. Aha. Bular zarur desa 4 metr ham qilib beraveramiz. Общий spolishni 4 metr ham 4 metr ham chiqarib beraveramiz. Gap yo'q, zo'r. Zakazga qarab. Stiksiz bo'lsin desa 4 metrgacha qilib beraveramiz. Albatta, 4 metrgacha qilib beraveramiz. Qalinligi nechilik? Bular qalinligi aka 2 deyiladi, lekin jazma o'lchasangiz 2.1 chiqadi, lekin 2.1 deb sotiladi. Ha, konteynerda orqalisidan. Orqalisidan bo'ladi aka. Ha. Hozirgi kundagi narxi aka? Hozirgi kundagi narxi aka 22.800 so'mdan qilib beryapmiz. 22.800 so'm. Ko'proq olsa ham shu narxmi? Ko'proq olsa aka, sizni kanalingizdan chiqsa 22.5 ming qilib beraveramiz. 22.5 ming. Aha. Tushunarli. Xo'sh, endi ustaka, masalan, dastlabki xizmatlari qanaqa bo'ladi? Dastlabki xizmatlari aka, hozirgi paytda qilib berilganimiz yo'q, lekin imkon darajasida shu dastlabkidek qilib olib borib beramiz. Arzonroq-a? Arzonroqqa butun O'zbekiston bo'yicha kelishilgan narxlarda yetkazib berishaveradi. Qadrdonlar, kimga shunaqangi ishlab chiqaruvchidan, ya'ni eng birinchi qo'ldan 5 ga 4 profillar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bitta like bosib, shunaqangi eng birinchi qo'lda izlayib turgan aka uka singillarimiz gruppalarga tarqatib qo'ysa ustaga, kimgadir juda katta foydasi tegib qolishi mumkin. Bu profillarda listi narxi tushsa tushadi, oshsa oshadi. Shunaqa aka. Hozirgi kunda listimizning narxi 115 mingdan 110 dan 115 gacha. 110 dan 115 gacha. Ha, tushunarli. Shunaqa aka. Qadrdonlar, kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'lasizlar.